Sizga beralasizmi? Oborib. Yo. Bering. Xonadoningizda turibsiz mana. Yo'q. Bizni xonadonlarga ham borsangiz, Xudo xolasa, sizga borib bo'lsangiz, yer kerak bo'lsa shunaqa yo nima desalar, shu yaxshisidan bo'ladi, novosin desalar. Xudo xolasa. Sekin chiqib o'zim telefon qilib aytaman. Men aytsalar, sotadigan nimalarim shunaqa sigir berganman, bari nomerimni olib qo'yganda, bozorga uncha kam olib chiqaman molni. O'shani aytib qo'ygan, yo 15 kun yo bir oydan aka shunaqa mol kerak. Bizdan aka xudo xolasa. Tavsiya qilaman. Bering o'sha bo'lsa bozorga olib sotaveraman. Bering bo'lmasa. Yo'q aka. Barakali bunda oling. Maqsad olish. Xonadoningizga keldik mana ishtijoy. Aka, baraka topasiz. Bozorda ham ko'r yurgan bo'lsalaring bilasiz, men hamma narsa aytmoqman. Mana shu molim yer ichi soat o'ta zo'r. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bironta min nuqsoni yo'q. Xudo xolasa. Gap yo'q mollaringizga. Xudo xolasa ichi baraka topib rahmat aytib qo'ysalar ham telefon qilib men xursand bo'laman. Ojo'lar duo qiladi. Bu bolaning kanaliga obuna bo'lib, Xudo xolasa. Obunachilar ham mashinangizga ko'tarib, xudo xolasa. O'shanga xursandman, shunga harakat qilyapti. Berdingizmi? Ozodbek, Xudo xolasa. Ha? qo'shasiz aka. Bering aka. Buni ana keldi aka. Yo'q. Endi unga to'g'risi. Nima? 500 ming nima qiladigan emasmiz buni. Tirikchilikka mana shu bola sizlar aka. hojonalarga ertaga mana xudo xolasa ro'zaron. Uyda hojonalar bor aka, duo qiladi. Duo qilib qo'ysa, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Barakali pul olyapsiz. Bering. Bering aka. Yaxshi pul bo'ldi aka. 30 dan so'ramadik-ku. Biz ham Mayli sizlarga kelibsizlar 500 ming o'tib beraman. 33 million 500. Yo'q, nima qilmaylar. Mayli o'zim 33 million 500 ga olib borib beraman. Mana shu bola necha pul olsa? 1 million olamiz, 500 ming olamiz, o'zimiz tashab kelamiz, tamom. bering. Yo'q, sizlar kelganlaring uchun mana shunchalik. Bitta gapirim yarimga. Yo'q aka, bu. Bering. Aka Chiroyli bil, yarim. 100 mingni tushib beradigan mol emasda, to'g'risi sizga. Bu qo'sh Yo'q, endi aka, nima kecha olgan molim bo'lganda muncha deb aytaverardim-da, bu ancha turgan. Bering. O'shasizlar. O'shasiz demang. O'shasiz O'sha demang. ertalab telefon qilganingizda aytdim, shunaqa jiyan nima uchun yengil qo'yganmiz mollarni. O'zimizdan ham bugun bittaga keldi, aytdim unga ham. U ham maslahat qilaman, ikkitasiga ish qilyapsiz. Namanganda aka telefon qildi, bu bilan ikkovini bitta joyga dedi. Yo'q, bunga aytdim, aka kelyapti dedi. Emashin turib telefon qilaman dedi. U nimada bas, sizlarga? Gap yo'q. O'g'lim nasib. Nasib bu. Nasib bu. Men unga umidchilanmasman, bash qo'limda ushlab, haqiqatni. bering aka. Bering. Qo'shing demang. yomon bo'lmadi. O'zi mo'ljallimizda 500 ming yaxshi bo'ldi aka. aytgan. Men sizlarga mayli deb qo'ydim, 1 million dedim. Bo'pti, mana kellaring 1,5 million kamini qilib olib borib ham beramiz. Dastlabkasi kelishilgan holda dedik. To'g'risi. Olib borib ham beramiz. Gap yo'q. Voy, shunga aka, tilla pul bozorda ham mana 5 ariqdagi bizni bozor arzon bozorda, misol Namangandan kelib olib ketyapti, Andijondan kelib olib ketyapti. Kerak bo'lsa bizni bozorda olamizlar. Endi aqdi bozordan olamiz. Xudo xolasa. Mana shu Namanganliklar kelyapti-da, bizni bozor 5 ariqda bozoriga kelganmiz, yo'qmi? Katta bozorda bizni bozor, eng arzon bozor bizni bozor bo'lib turibdi hozir. Yo aka, qo'shmasangiz yo'q, qo'shmasangiz bitmaydi ishimiz. Aka rozi bo'ling. Yo, rozi bo'lib beraman. Bering. Ketaylik aka. 32,5 ga oling aka deng. Bering uni. Yo, akam nima qilmang, qo'shing. Nimasi? Qaysi mol oila men sizlar tomon. Ichadigan odam bo'lsangiz sizlar tomon o'zim. Shu molni olib borib barakat o'ydigan. To'g'risida. Bering. Qo'shasizlar bu ishimiz bitmaydi. Aytyapman aka. Bo'lmaydimi aka unga? Bo'ldi. Siz tushuning, biz qo'shib yuramiz biz. Siz orqaga yuring, men oldiga yuraman. Ya. Hop, tushuning aka hozir. Yuring, o'zingiz aytingchi. Aytingchi bitta. Oshni qoshiq desang ham qo'rib. Va 500 ming tushib berdim, nima deb 100 ming 200 ming degan uyalamanda men to'g'risi. Gapiring. Yo, to'g'risida. Odam hijolat. Odam hijolat. Mana 100 ming yana o'tib berdim bu. Yo. Xursandmisiz? 100 ming so'ramaymiz biz, 100 ming so'ramaymiz. Mana 200 ming o'tib berdim. Xursandmisiz? Yo'q, u olib borib berish ham bor. Menga hozir 31 ga tushib qoladi aka bu. Ag'ini ham o'ylaylar. Siz qancha pastga tushsiz, men shuncha qo'shaman. Ha, qo'shing, ha, qo'shmayapsiz. 200 ming qo'shdim. 200 ming qo'shdim. Necha pul bo'ldi? Necha pul olib ketdi o'zi? 32 million. Aytib savdo qildi. 700 bo'ldi, ha? Bering. Qancha? 32 million 700 bo'lyapti. Bering aka, shuncha qo'shdi aka. Bering. Rozi bo'lib endi.
aka hamma narsani hisob kitobi bor. Taqalaydigan narxi 33 million 100 ming pul sanab berasizlar aka. 100 ming so'm. Gap yo'q, yetkizib olib borib beriladi. Mana bu bola ham 700 ming oladi, kamida. Ag'ini ham hisob kitobini qilib o'zi menga 32 pul qolyapti. Jiyaningiz aka, qancha nima qilmaysiz? Yo'q, Bir safar sal yo'lida qilaverasiz. Bir safar. Hozir sharoitga qarab hozir bittadan ondaga gazda bunga ham bir narsa deyapman men hozir. Aka, xudo xolasa yo 20 kun yo 1 oyda yana olib ketaman. Xudo xolasa. 10 olib ketaman. Gap yo'q, mana saqlab turamiz. Ola nasib. Nasib agar sotmasa turadi. Bo'lmasa ham Ha, telefonga birorta video tashlang desiz, balki uni sotgan bo'ladi. Chorvasi o'rgab, qo'y, pastga qo'yib qo'ydi aka. Rasuli nima qildik? O'zimizdan keladi. Xudo xolasa Jasurbekda yaxshi sigirlar chiqar ekan. Ularni saqlagan olganman, kecha chiqarib yubordim, to'g'risida. Bering aka. Bering. Bering bo'lmasa menda aka. Qo'shmasangiz bo'lmaydi. Men oxirgi nimasini aytdim. Bundan yo'l qilib berasizmi? Yo'l. Ha, endi qilmang. Yo'l qilib berasizmi? Aka, 200 so'm tashlab berasiz o'sha. Ya, aka 200 so'm. To'g'ri 200 so'm tashlab berasiz. Shuncha yo'lda Bering endi. To'g'ri 200 so'm so'raverasiz. Choy poy ichib ketamiz biz. ha, Joniga To'g'riga yurak ko'taramiz. Martga 2 million tushib beryapman. Yo'q, martga o'yin. Martga o'yin. 2 million tushib bermasim o'zi. 1 million nimasi bilan bering. Barakat o'yin. Sizga ketyaptimi? Men maza qiling. Barakat o'yin. Xursandchilik bilan. Bu nimasi yo'q. Zo'r yo'l olyapsiz. bugun olib borib berasizmi aka yo? Ha, bugun hozir chiqib ketadi. Bo'ldi, sirasi. Hozir chiqib ketadi. Xudo xolasa, gap yo'q. Yaxshi aka. Ja, kelganlar mana shu qona. Xudo xolasa, o'zi o'yin ketdim o'ylandim mana. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorvashqibozlari. Mana bugungi kunimiz 30-yanvar 2026-yil, haftamiz kuniga esa juma. Hammaga juma muborak. Mana bu sigirimiz sotildi hozir 31 millionga baraka bo'ldi akalar. Xudo xolasa. Bu bolasini ovozcha 31 million so'mga baraka bo'ldi. Akalarimiz oldi. Aka ismingiz nima? Shodiyorbek. Shodiyorbek akamiz oldi aka. Aka barakasini bersin. Puldan baraka topinglar aka. Bo'ldi aka. Rozi bo'linglar. Xo'p aka. Dolasa molimiz sotildi akalar. Barakasini bersin. Xudo xolasa qayerga ketyapti aka? Yozyovongami? Yozyovon xudo xolasa. Yozyovonga xudo xolasa. Paxtakor qishlog'iga ketyapti. Paxtakor qishlog'i. Yozyovon Paxtakor qishlog'iga akalar. Mayli, barakasini bersin. Akamiz kimga dastavkalar kerak bo'lsa bemalol. Yo'q, o'zidan bo'lsa endi. O'zidan bo'lsa. Bizda odam bo'ladi, sizda bo'ladi. Muhammed emasdan. Hech bir omonlik hansablik kelib ketmasa bo'lib qo'ysa, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Amin. Alloh. Yaxshi o'ylaydi, oxirida. Bundan baraka topib men. Baraka toping. Baraka topib. Rozi bo'ling. Bo'ldi. Agam gaplashamiz, xo'p. Barakasini bersin. Qaytasanmi? Nimadan chiqib olamiz? Ha, bo'ldi, qaytib olamiz. Qo'qon tomonga ketamiz. Qaytachi? Shani yo'ramiz.